Ota qalaysiz? Yoshman picha. O'zgarishlar bormi? Bor. Xudo aşkı yaşladım. Alloh razı bo'lsin. Yıkılamam yaş. Yüreğim. Sint koyamam dedi yok. Yo'q, sen nima kerak bu? Og'rib ketdimi? Aşın size kelim de. Qaysi doktor aytadi? Samarqandda. Endi shu doktor meni xafa bo'lib qolmasa bo'ldi-da. Bo'lmasdi. Endi sent qo'yaman deb sizni kutib o'tirgandir. Şimdi. Endi borsiz, sent qo'ymaydigan holatga tushib qolgan bo'lsangiz, Teşirip kursa. tekshirib ko'rsa, sentga muhtoj bo'lmasangiz, siz uchun sentni olib qo'ygan bo'lsa, shuni amakiga kelsa qo'yaman degan bo'lsa, doktor aka xafa bo'lmayman-da. Yapma. Amakini Alloh o'zi mo'jiza bilan shifo bersin. Rahmet yaş olsun. Sizlar sog' bo'linglar, sent qo'ymanglar. Ha, aytaman. Aytaman. Nasib aytaman. O'zgarish qiling. Yaxshi. Xudo aşkı. Endi sent siz kasal bo'lmang. Necha kirdingiz? 76. Xudo hozir yana 76 yil yashang. Rahmet. Ko'p yashang. Alloh rozi bo'lsin. Hem rahmet. Ota nechta farzandi? Oldu. Ha? Oldu. Hammasi umri uzoq bo'lsin. Ularni baxtiga sizni baxtingizga ular sog' bo'lsin. Şimdi olsun. Ular kasal bo'lmaydi. Sent umuman qo'ymasin. Sizni Alloh bergan taningizga, a'zoyingizga Alloh begona narsalar tushmasin. Shu tabiiylikcha umringizni oxirigacha yashang.